6 yil bu shunchaki sana emas. Bu minglab orzularning aeroportlarda boshlanib, Koreya osmoni ostida davom etgan hikoyasi. Bugun 1201 Agency 6 yoshda va men 2 yildan buyon ushbu brendning yuzi sifatida faoliyat yuritayotganimdan faxrlanaman. Oddiy konsalting emas, viloyatdagi ko'plab yoshlarga chet elda o'qish orzusini real maqsadga aylantirgan jamoa. Kim uchundir ilk viza, kim uchundir ilk parvoz, yana kim uchundir oilasining faxriga aylangan katta qadam. 6 yil davomida minglab orzular yo'lga chiqdi. Koreyaga ketgan talabalar ortidan ota-onalar duosi eshitildi. Eng muhimi, ishonch degan nom qurildi. Men esa bu tarixning ichida bo'lganimdan mamnunman. Har bir kontent, suhbat va loyiha ortida katta mehnat hamda niyat borligini yaqindan ko'rdim. Bugungi sana bilan butun 1201 Agency jamoasini chin qalbdan tabriklayman. Bu hali boshlanishi. Oldinda yana ko'plab studentlar taqdiri va Koreyaga uchdim degan quvonchli xabarlar kutmoqda. 6 yosh muborak 1201 Agency. Orzularni samolyot chiptasiga aylantirishda davom eting. 1201 Agency maqsad sari birgalikda.